Yaqında yana bir qism davlat rahbarlari va xalqaro tashkilotlarning mas'ullari davomliq turli shakllar orqali yuqumga taqobil turayotgan Jungodan hol so'radi va qo'llaydiganligini bildirdi. Pakistan Zongtonga Alvi Munolani bildirdi. Jongo qo'llangan unumlik tadbirlar xalqaro jamiyatning keng e'tirof qilishiga erishdi. Jongo Kompartiyasining rahbarligida Qaysar Jonghua millati xiris ustidan jazman g'olib kelganligiga ishonaman. Bermi Zongtonga Venmin mundaq dedi. Rais Xi Jinpingning rahbarligida Jongo xalqining ittifoqlashib va hamkorlashib, qiyinchiliklarni yengib yuqumning yamrab ketishini jazman muvaffaqiyatli tizginlayalaydiganligiga ishonaman. Kambodja bosh vaziri Hun Sen Munolani bildirdi. Jongoning Jongodagi kambodjaliklarni bexatarlik kapolatiga ega qilganligiga rahmat aytaman. Kambodja Jongo bilan Japon muvaffaqiyat hamdamda bo'lib, qiyin o'tgandan birlikda o'tishni xohlaydi. Sri-Lanka Zongtongi Gotabaya mundaq dedi. Biz Jongoning Japon muvaffaqiyatda hamdamda bo'ladigan haqiqiy do'sti, Jongo bilan qat'iy birga turamiz. Maldivi Zongtong Salih mundaq dedi. Maldivi Jongoning yuqumga taqobil turishda ochiq oshkora va mas'uliyatchan bo'lganligiga yuksak opirin o'qiydi. Qozog'iston Zongtongi Toqayev mundaq dedi. Qozog'iston Jongoning yuqumning oldini olish, tizginlashda dodil tadbir qo'llanganligini ta'riflaydi va qo'llaydi. Qozog'iston bilan Jongoning zich hamkorlashib, bu o'rtaq tahdid ustidan baldura g'alaba qilishini orzu qiladi. Qirg'iziston Zongtongi Jeenbekov mundaq dedi. Jongoning Jongodagi Qirg'iziston fuqarolariga g'amxo'rlik qilganligiga rahmat aytamiz. Jongoning yuqum ustidan baldur g'alaba qila oladiganligiga ishonamiz. Tojikiston Zongtong Rahman bemorlarning salomatligining balduroq asaga kelishiga tilakdoshman. Jongo rahbarlari va hukumatining vaziyatni kontrol qilib, yuqumning yamrab ketishining oldini olishga faol kuch chiqarib, cho'qim ko'zlagan unumga erishadiganligiga ishonaman dedi. O'zbekiston Zongtongi Mirziyev O'zbekistonning Jongo bilan birlikda yuqumga taqobil turishini xohlaydiganligini bildirdi. Ozarbayjon Zongtongi Aliyev Ozarbayjon xalqi Jongo xalqi bilan bir niyat ittifoqlashadi. Jongoga barliq zarur bo'lgan yordamlarni berishni xohlaydi dedi. Italiya Zongtongi Mattarella mundaq dedi. Jongoning qaysar tibbiy xodimlarining davolashi bilan bemorlarning balduroq saqayishini umid qilamiz. Italiya Jongoning yuqumga taqobil turishga foydali yordam bilan ta'minlashni xohlaydi. Polsha Zongtongi Duda Polsha Jongoning qo'llangan tez keskin tadbirlarga opirin aytadi. Jongo xalqi namoyon qilgan jasorat va ittifoqlik Polshani o'z ichiga olgan har qaysi davlat xalqining hurmatini qo'zg'adi dedi. Chex Zongtongi Zeman Chexning Jongo xalqi bilan mo'rni mo'riga taraf yuqumga tang taqobil turadiganligi, Jongoga kuchining barcha yordam beradiganligini bildirdi. Krodiya Zongtongi Kitarovish Jongoning yuqumni imkon qadar tez tizginlayalaydiganligiga ishonadiganligi, Krodiya xalqining Jongo xalqi bilan birga ekanligini bildirdi. Serbiya Zongtongi Ochich Serbiyaning Jongoning xatarli xirisga duch kelganda namoyon qilgan davlat kuchiga yuksak opirin o'qiydiganligi, Jongoning Rais Xi Jinpingning rahbarligida yuqumning ustidan cho'qim g'alaba qildiganligiga qat'iy ishonadiganligini bildirdi. Malta Zongtongi Vella Malta xalqining Jongo hukumatining yuqumga taqobil turishini butun kuchi bilan qo'llaydiganligini bildirdi. Misr Zongtongi Sisi Misr hukumati va xalqining Jongoni qat'iy qo'llaydiganligi, Jongoning yuqum ustidan tez g'alaba qila oladiganligiga ishonadiganligi, Misrning Jongoni barliq kuchi bilan qo'llashni umid qildiganligini bildirdi. Nigeriya Zongtongi Buxari Jongoning yuqumning tarqalishini to'sish uchun ko'rsatgan tirishchanligini o'lga tiklab berdi deyishga bo'ladi. Yuqumning oldini olish, tizginlash, to'sib zarba berish jangida g'alaba qilishning faqat vaqt masalasi ekanligiga ishonamiz dedi. Gviniya Zongtongi Kündik Gviniya Jongoning Ebola yuqumi jangida Gviniyani qo'llaganligi va shaxsiyatsiz yordam berganligini mangu esida saqlaydi. Aql parasatlik Jongo xalqining bu qitimqi yuqum ustidan cho'qim g'alaba qila oladiganligiga ishonamiz dedi. Gana Zongtongi Ado Munolani bildirdi. Jongoning kuchli safarbarlik iqtidori va xalqaro jamiyatga tutgan ochiq oshkora pozitsiyasidan yuqumni uzil-kesil tizginlashning umidini ko'rdik. Seyshel Zongtongi Ful Munolani bildirdi. Seyshel Jongo hukumati va xalqining yuqumga yuzlangandagi cho'qim g'alaba qilish e'tiqodi, mustahkam kuchi va Jongoning virusning tarqalishiga taqobil turishda bergan va'dasi va tirishchaligiga opirin o'qiydi. Bundan boshqa Mongoliya, Sharq Timur, Rwanda, Gruziya, Yamayka, Peru qatorliq davlatlarning diplomatiya ministrlari hamda BDT oshliq va yezilik tashkilotining bosh amaldori, Xalqaro telegraf ittifoqining bosh kotibi, Xalqaro pochta ittifoqi qatorliq xalqaro tashkilotlarning mas'ullari Jongo qo'llangan oldini olish, tizginlash tadbirlariga yuksak baho berib, Jongoning qaltis tashkillash iqtidori va jiddiy ahvolga taqobil turish iqtidori butun dunyo uchun ijobiy ulgu bo'ldi deb qaradi. Tünögün Dünya Səhiyyə Təşkilatı İcraiya Komitetining 146-növbətlik yig'inida Dünya Səhiyyə Təşkilatıning bosh amaldori Tedros Dünya Səhiyyə Təşkilatı bilan Jongoning zich aloqalashganligi va moslashganligini umumyuzlik tunishtirib, Jongo hukumati va xalqining yuqumga taqobil turishdagi tirishchanligini zo'r kuch bilan qo'llaydiganligini bildirdi. Tedros Jongoning tadbiri kuchli ham unumli bo'lib qolmay, yuqum markazi rayonida kuchashni chang tutdi dedi. U Jongo hukumatining tirishchanligi bo'lmagan bo'lsa, virusning tarqalishini dal vaqtida to'smagan bo'lsa, Jongodan boshqa rayonlardagi kasalning soni hozirgidan ko'payib ketadi dedi. O'tgan hafta Jungodagi vaqtimda Rais Xi Jinpingning yuqum ahvolini tafsiliy egilganligini his qildim hamda Xi Jinpingning rahbarlik kuchi va xizmatga berilish ruhidan cho'nqur ta'sirlandim. Jungoning tirishchanligi bo'lmasa, Jungodan boshqa rayonlarda kasalning soni hozirgidan ko'payib ketgan bo'ladi.
Tedros ta'kidlab mundaq dedi. Har qaysi davlatlar paketni asos qilib ilmiy oqilona holda bir tutash planlab tang e'tibor berish kerak. Mudofaa ko'risi o'rir, ammo ziyoda inkos qaytarish hojatsiz. Yig'inga qatnashgan Jongo vakili mundaq dedi. Yuqum yuz bergandan buyon Jongo yuqum uchurini dal vaqtida ochiq oshkora unumlik uqtirdi. Xalqaro jamiyat yangi kasallikka odil, obyektiv, salmoq, oqil muomala qilishi, ziyoda salbiy, passiv tushundirmasligi yoki vahima paydo qilmasligi kerak. Bu yuqumning oldini olish, tizginlashdagi xalqaro hamkorlik vaziyatiga og'ir ta'sir yetkazadi. Xalqaro pul fondi tashkiloti va Dunyo bankisi tunugun Jungo hukumatining yangi tipdagi tojisimon virusdan yuqumlangan o'pka yo'llig'i yuqumiga taqobil turish jihatda qo'llangan tadbirni qo'llaydiganligi, Jungo iqtisodiga ishonchi borligini bildirdi. Xalqaro pul fondi tashkilotining bosh lideri Georgiyeva tunugun yangi tipdagi tojisimon virusdan yuqumlangan o'pka yo'llig'i yuqumining ta'siriga uchragan barliq kishilardan samimiy hol so'raydiganligini bildirdi. U mundaq dedi. Xalqaro pul fondi tashkiloti Jungo hukumatining yaqindan buyon yuqumga taqobil turish uchun moliya, pul va pul muomala qatorliq sohalarda qo'llangan tadbirlarni qo'llaydi. Jongoning iqtisodiy davomliq intayin kuchlik elastikligini namoyon qildi. Xalqaro pul fondi tashkiloti bunga to'liq ishonadi. Men Xalqaro pul fondi tashkilotining barliq a'zolariga vakolatan yuqumning ta'siriga uchragan barliq kishilardan samimiy hol so'rayman. Biz Jongo hukumati qo'llangan yaqinqi mezgillik moliya, pul va pul muomala siyosatlarini o'z ichiga olgan taqobil turish tadbirlarini qo'llaymiz. Biz Jongo iqtisodining asliga kelish kuchi va elastikligiga ishonamiz. Dunyo bankisi 2 ayning 3 kuni bayonot e'lon qilib, yuqumning ta'siriga uchragan barliq kishilardan hol so'radi. Bayonotda mundaq deyildi. Jongo hukumati iqtisodni muqimlashtiradigan siyosat bo'shligiga ham yetarli harakatchanlikqa ega. Buning yuqumning iqtisodning eshishiga yetkazadigan ta'sirini pasaytirishga yordami bor. Türkiye armiyasi bilan Suriya hukumat armiyasi o'tirsida yaqinda Suriyaning Idlib o'lkasida harbiy surkilish yuz berdi. Turkiya tarafining aytishicha, Suriya hukumat armiyasining to'p o'qi etib zarba berish harakatida Turkiya tarafdan 8 kishi o'lib, nurg'un odam yaralangan. Turkiya armiyasi shuningdek keyin Suriya hukumat armiyasiga o'chilish harakati qo'zg'agan. Suriya hukumat armiyasidan 76 odam o'lgan. Buningga qarata Rossiyaning Suriyadagi to'qinishayotgan har qaysi taraflarni yarashtirish markazi 2 ayning 3 kuni mundaq dedi. Turkiya armiyasi yaqinda Idlib o'lkasida harbiy harakat qo'llandi. Harakatdan ilgari Rossiya tarafga xabar qilmadi. Shunga Suriya hukumat armiyasi terrorlik harakati deb qarab to'p etib zarba berdi. Iran Zontong ruhoniy tunugun Tehronda ziyoratga kelgan Yevropa ittifoqining diplomatiya va bexatarlik siyosati bo'yicha yuqori darajali vakili Borelli bilan ko'rishganda mundaq dedi. Yevropa davlatlari Iran yadro kelishimidagi va'dasini ado qilmadi. Agar Yevropa davlatlari Iran yadro kelishimi ramkasidagi Iranning iqtisodiy manfaatini qo'g'dashga yordam qila olsa, Iran yadro kelishimida bergan va'dasini qaytadan ado qilishni xohlaydi. Angliya 1-ayning 31-kuni Yevropa ittifoqidan rasmiy chiqib ketdi. Angliya bilan Yevropa ittifoqi keyingi qadamda kelgusi munosabat to'g'risida umumyuzlik suhbatlashadi. Uning ichidagi savdo suhbati kishilarning eng diqqatini tortadi. Kishilar aloqador suhbatlar Yevropa ittifoqidan chiqib ketish suhbatidan murakkab, qiyinlik darajasi texmi cho'ng deb qaradi. Buningga qarata Yevropa ittifoqining bosh suhbat vakili Michel Barnier tunugun Yevropa ittifoqi Angliya bilan qo'yiq savdo munosabati o'rnatmoqchi. Biroq ikki taraf munosabati barobar bo'lishi Angliya Yevropa ittifoqining jamiyat, muhit, boshqa qatorliq jihatlardagi misollarga qilish kerak dedi. Rossiya davlat mudofaa ministrligi tunugun Rossiya armiyasi bu yil ichida Rossiya o'z oldiga tadqiq qilib chiqqan eng yangi bir avlod havo mudofaa boshqarilgan bomba sistemasi S-500 belgilik havo mudofaa boshqarilgan bomba sistemasini rasmiy qabul qildi dedi. S-500 belgilik havo mudofaa boshqarilgan bomba sistemasi trayektoriyalik boshqarilgan bomba. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, xabarlarimiz tugadi. Ko'rganingizga rahmat. Texnik ko'p uchurlarga erishmoqchi bo'lsanglar, Markaziy televiziya stansiyasining xabar abonentlar terminaliga nazar solg'aysizlar. Xayr xo'sh.